Men sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Men o'qiyotgan maktabda yana boshqa stajyor bormi? Maktabimizda stajyormi? Sen yagonasan. Nega so'rayapsan? Ha, qo'ya ber. No turning back time out, driving me crazy, driving me crazy. Doesn't pick me, I want you, I want you. Time out, time out, time out, time out. Listen me, but I'm sorry, time out. Sen juda o'zgarib ketibsan. Nima? Bu yerda nima qilyapsan? A? Ikkingiz nimadir haqida gaplashdingizmi? Ha, to'g'ri. Men seni juda uzoqqa ko'chib ketgansan deb o'ylagandim. Men yana qaytib keldim. Men senga aytmaganimda meni tanamagan bo'larding, to'g'rimi? Albatta yo'q. Meni qanday taniding? Sen o'zgaribsan. Lekin o'sha paytlardagidek achinarlisan. Nima deyapsan? Unday emas. Kechirasizlar. Xalaqit berganim uchun uzr. Gaplashishimiz shart emasmi? Ha, to'g'ri. Biz gaplashib olishimiz kerak. Shunchaki ketib yubording. Men hayron qoldim. Kechirasan. Men juda asabiylashgandim. Stajyorsan, to'g'rimi? Bu xabar rostdan ham to'g'rimi? Video ham bormi? Aytgancha, senda IT yo'q edi-ku? Hozir qo'shildim. Lekin meni hisobim yo'qligini qayerdan bilding? Xo'sh, men senda IT yo'qligini taxmin qildim. Sen hozirgina ro'yxatdan o'tding. Mayli, men ketdim. Ortimdan yur. Xo'sh, bolaligingizda do'st bo'lganmisizlar? Aniq do'stlar emas. U meni qo'shnim bo'lgani uchun tez-tez ko'rishardik. Lekin uni ko'chib ketganidan keyin ko'rmadim. Deyarli 6 yil. Yo'q, menimcha 7 yil bo'ldi. Qanday qilib u shunchaki ko'rinadi? U yaxshi. Kang Wubin, buni qara. Kang Wubin maktab hovlisida omma oldida sevgisini tan oldi. Wubin uni sevib qolibdi. U kim? 2-sinfdanmidi? Uning ideal tipi. U debyutidan oldin tan olmasa afsuslanmaydi. Sen meni rad etishingni aytding. Shunday keta olmaysan. Buning sababi men o'sha paytda hayratda qolgan edim. Nima bo'lmasin, men sen aytgan ishni qildim. Kelishuvimiz tugadi. Xohlaganingdek tarmoqlarda mashhur bo'lding. Sen meni tezda rad qilishing kerak, to'g'rimi? Yo'q. Yo'qmi? ITga qara. Men haqimda hech kim gapirmagan. Hamma Kang Wubinning sevgilisi Kang Wubinning qizi deb gapirishyapti. Nima farqi bor? Bu sen va'da qilgan narsa emas. Meni ismim ITda keng tarqalgandan so'ng bitim tugaydi. Kim Ji-yun kimligini hali hech kim bilmaydi. Shunday qilib, nima qilmoqchisan?
O'ylashimcha, men seni rad qilganligim haqidagi xabarni joylashtiraman. Shunda e'tibor menga ko'proq qaratiladi. Sen bezori? Bu to'g'ri emas. Men senga tahdid qilmayapman, qasam ichaman. Lekin o'sha video Yo'q! Bu emas. Bu bilan sen mashhur bo'la olmaysan. Men senga aytgandim, esingdami? Muammolaring haqida o'ylashing kerak. Yaxshi. Birgalikda zarba beramiz. Shunaqa ahmoqona e'tiroflarsiz mashhur bo'lishingga ishonch hosil qildim. Sening mashhur emasligingning sababi esda qolarli narsang yo'q. Sen doim gapiradigan o'sha mashhur bolalarni o'ylab ko'r. Ularning barchasi kuchli. Bongo yoki Minki. Ularning motorli og'izlari bor. Ular suhbatdosh, ochiq ko'ngil va ular doim o'ziga ishonadi, g'iybatda birinchi o'rinda turishadi. Minki senga nimani eslatadi? u klasskom. Bundan tashqari aqlli va ko'p narsalarni biladi. Mana, xuddi shunday. Qanday xarakterga ega bo'lishni xohlayotganingda o'ylab ko'r. Iloji bo'lsa, noyobroq bo'lsin. O'ziga xosmi? Kang Wubin buni bilmaydi, lekin menda ajoyib narsa bor. Masalan, ijobiy xarakter va energiyaga to'la. Ba'zi bolalar shunchaki u yerda bo'lish orqali kayfiyatini ko'taradi. Men tushkunlikka tushdim. Yo xudo, juda ham qiyin-ku, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Yo xudoyim, siz qanchalik baxtlisiz? Balki Xudo senga dam olishni buyurayotgandir. Ijobiy omadsiz qiz. Bu mening xarakterim. Siz kimsiz? Meni taniysizmi? Charchagan do'stingga ayt, o'ziga bir lahza vaqt ajratsin. Ijobiy odam bilan do'st bo'lishga nima deysiz? Albatta yo'q. Sen ko'proq do'st orttirishing mumkin, shunday emasmi? Loki. Viki. Baxtli Viki. To'g'ri, Viki bo'lardi. Men 2-sinfdan Kim Ji-yunman. Siz qaysi sinfdansiz? Shunday qilib, agar siz tushkunlikka tushsangiz, men sizni Yo'q, nima? bunday bo'lmaydi. Vau, siz juda ham zo'r o'ynaysiz. Dodgebol ma'budasi u chiroyli ko'rinadi. Kimdir uni dodgebolda mag'lub eta oladimi? Agar biror narsada o'zgacha bo'lsang, taassurot qoldirasan. Masalan, sportda. Ko'pchilik yaxshi ko'radigan sportchi qiz. Bu yomon xarakter emas.
Men boryapman. Hoy, yaxshimisan? Yo'q. Yo'q. Unday emas. Bu juda qiyin. U boshqa sinfdagi bolalar bilan ham do'stmi? U rostdan ham insayder. Agar iste'doding bo'lmasa, ko'plab reaksiyalar ko'rsatishing mumkin. Buni eng muhimi desa ham bo'ladi. Yo xudo, men senga aytayapman-ku, shuning uchun matematika o'qituvchisiga buni aytdim. Keyin u menga hojatxonaga tiqilib qolgan o'zingsan deydi. Va keyin men, Haqiqatdanmi? nima? Ha, albatta. Voy, qoyil. Xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ldi? Ha? Xo'sh, shunday qilib men matematika o'qituvchisiga Matematika o'qituvchisimi? Hoy, jim bo'l, u gapiryapti. Vaybni buzadigan yaxshi ish. Hoy, unga buncha qo'pol bo'lmanglar, ey. Shunday qilib men Yo'q, men shunchaki Hoy, Wubin? Kan Wubin? Bu Vubinmi? Ha, u o'sha. Sen oxiri aqldan ozgan xarakterga to'xtadingmi? Sen bugun aql bovar qilmaydigan darajada ta'sirli bo'lding. Nima deyapsan? Men faqat aytganingni qildim. Men qachon? Omadli Viki. Nima edi? Qachon senga buni o'rgatdim? Bu Jiyunning fikrlash tarzi deb ataladi. Men ularga yordam bermoqchi edim. U sendan yordam so'radimi? Yo'q, unday emas. Shunchaki u tushkunlikka tushgandek edi. Tabiiy harakat qila olasanmi? Yoki bu shunchalik qiyinmi? Hey, yig'layapsanmi? Bu qiyin. Buni qilish juda qiyin. Sen hamma narsa bilan tug'ilgansan. Buni qilishing shart emas. Men hech qachon hazil qila olmayman va yaxshi suhbatdosh emasman. Xudoyim, nega bunchalik qiyin? Sen buni hech qachon tushunmaysan. Mashhur bo'lish uchun tug'ilgansan. Mashhur bo'lish uchun tug'ilganmi? Sen shunday deb o'ylaysanmi? Bilganingdek, agar o'sha yolg'on bo'lmaganda, men bu yerda bo'lmagan bo'lar edim. Menimcha sen busiz ham mashhur bo'la olarding. Bilmadim. Haqiqatni bilishsa, outsider bo'lish buning oxiri bo'lmaydi. Menimcha Kang Wubin nima bo'lishiga qaramay mashhur bo'lardi.
친구도 진짜 인기 많아. Kim uni shunchalik yaxshi ko'radi? Ularga yordam berishim kerak. Balki men Kupidon bo'lishim kerakdir. Hey, shoshiling. Bongo ahmoq, ahmoq. Oxirgi paytlarda biz uni yetarlicha mag'lub qilmadik, to'g'rimi? When I am down, I see you everywhere. At this moment, there is nothing left for me. 너에게 다가가는 그 순간. Nimaga hayron qolyapsan? Sen men bilan gaplashasan deb o'ylamagandim. Bu g'alati tuyuldimi? Shu kunlarda o'zingni qanaqa his qilyapsan? Kechagi kunni o'zida super yulduzga aylanganingni his qildingmi? Super yulduzmi? Nimaga har doim jim turasan? Sen odatda qolgan o'quvchilar bilan unchalik gaplashmaysan. Ha, bu haqiqat. Nima bo'lganda ham bu o'zingga yarashadi. Lekin Vubin qanday qilib seni tanladi? Biz Malatay olamiz, bizga qo'shilasanmi? Mobong bilan Vubin ham keladi. Malatang, sizga qo'shilsam bo'ladimi? Hoy, Mobong. Vonji ham kelar ekan. Vonji? Men Jiyunman. Kechirasan. Men seni Vonji deb adashtiribman. Hech qisi yo'q. Odamlar tez-tez chelkashib ketishadi. Biz seni pastda kutamiz. Shoshilmasdan chiqaver. Ketdik. Nima qilyapsan? Nimadirdan xursandmisan? Baxtliman, senga nima? Men do'stlarim bilan Malatdan yegani boryapman. Yo xudo, sen hozir mashhur xonim Kimduksan-da? Ha, to'g'ri. Men senga bir narsa aytmoqchi edim. O'tgan kuni senga ayta olmadim. Iltimos, endi bu taxallusni unut. Meni boshqa bunday chaqirma. Men uchun hali ham ahmoqsan, shuning uchun men seni ahmoq deyman. Unday emasman. Boshqa bolalarga ham buni aytma. Ha. Kamubin sevgisini tan olgani uchunmi? Yoki nima? O'tmishingni yashirishga harakat qilyapsanmi? Nima demoqchisan? Qanaqa yashirish? Men faqat hozirimni o'zgartirmoqchiman. Nima bo'lmasin, men ketyapman. Do'stlarim bilan Malatanga borishim kerak. 이 조합으로는 처음이다 우리. 지은이가 있어서 새롭네. Xo'sh, ikkingizga nima bo'lyapti o'zi? Ishlar hal bo'lgach, avval menga ayting, xo'pmi? Chunki men diqqat markazini sizga qaratishim kerak-da. Hoy, Kimduk? Meni kuta olasanmi, Kimduk? Kimduk? Bu uning taxallusi. 10 yoshidan beri bu kasallikka duchor bo'lgan. Kimdan? Yo'q, unday emas. Faqat u meni shunday chaqiradi. Nima? Sen ham Kim Ji-unga qiziqasanmi? Eng muhimi, siz bir-birlaringizni bilasiz. Bolalikdagi do'stlar? Ha, shunga o'xshash. Qachonki u yomon bolalar bilan uchrashmoqchi bo'lsa, men uni to'xtatardim. Eslaysanmi? Sen buni qilganmisan? Kangubin, asabiylashsang yaxshi bo'lardi. Qisqasi, bolalikdagi do'stlari, mahalla do'stlari, cherkov do'stlari, o'rta maktabdagi do'stlari hammasi senga raqobatchi.
O'rta maktabda o'qib yurganlarim esimga tushib ketyapti. O'shanda son sanoqsiz qizlar menga qarshi kurashgan edi. Ular menga shunday yozishardi: "Mobunguga sevgimni tan olmoqchiman. Mayli, uni kuzatib yuraman. Mongu juda mashhur-a? Nega uni yoqtirishimni aytdim o'zi? U javob berarmikin? Rostdan qiziq-a? U qanchalik xushmuomala ekanligini hamma biladi. Nima? Nega bunday qarayapsan? Tasodifan sevib qolmadingmi? Tasodifan bu ikkalasidan ko'ra menmi? Yo'q, unday emas. Xo'sh, rostdan nima qilyapsizlar? Sevgisini qabul qilasanmi? 야, Hoy, nega to'g'ridan to'g'ri so'rayapsan? 거야. Javob berish shunchaki oson emas. Ha, yo'q. Men Kamubinni kimdir stajyor deganini eshitdim. Debyut ham qilasanmi? To'g'rimi? Men ham bu haqida o'ylayotgandim. Hoy Dongmin, biz bilan ovqatlanmoqchimisan? Bu yerga yaqin joyda yaxshi malatang sotadigan joy bor. Hamma boradimi o'zi? Men tushlik qila olmasam kerak. Darsim borligini unutibman. Nega birdaniga? Keyingi safar ovqatlaramiz nima bo'lsa ham. Mayli, men ketdim. Ko'rishguncha. Hoy Kamu. Keling, ustidan boraveramiz. 4 tamiz-ku. Hech kimga aytmaganing aniqmi? Agar buni boshqalar bilib qolsa men Nega hali ham bu yerdasan? bu yerda nima qilyapsan? Nega hali ham bu yerdasan deb so'radim. Darslarim bor deganding. Gap shundaki, men shoshilyapman. Balki yetar-a? Sen uyalmayapsanmi? Buni qachongacha davom ettirasan? Soxta stajyor. No turning back time out. Driving me crazy. Driving me crazy. 저는 핑계야 want you. I want you. Time out, time out, time out, time out. 가슴이 걷어서 이대로. Sen ham hozir ko'proq do'stlar orttirishing mumkin, shunday emasmi? Loki Loki. Viki Loki. Nima? Turning back time out. Driving me crazy. Driving me crazy. 저는 핑계야 want you. I want you. Time out, time out, time out, time out. 가슴이 걷어서 이대로. 어른처럼 stop it. 터지고 있게 힘을 다시 고민해. Matematika o'qituvchisiga aytdim. Voy, jim bo'l, gapiryapti. 뭘 저렇게까지 하냐?